Salom hammaga. Bugun biz yana yangi anaqa qilamiz. Hozir men sonlarni yozib chiqaman. Bu Ibrohimimiz yana narsalar nimadir chizadi-da, o'sha sonlardan. Bo'l, ket. Sonlar yozib chiq. 1 dan boshlab 10 gacha. Men sonlarni yozaman. 1 2 3 Yozuvga tushunayotgan bo'lsanglar yaxshi edi. 5 6 7 8 9 10 Ketdi. Narsalar chizadi-da. Ketdi. Birdan. Varrak chiqdi. Varrak. Bolla birdan varrak chiqdi. 2 dan. 2 dan nima? G'oz. G'oz. 2 dan g'oz chiqarkan. Mana 3 danchi? kapalak. Kapalak. Qanaqlab kapalak qilasan? Oson. O'xshamadi-yu. Mana O, o'xshaydi kapalak. Молодец. 4 dan. To'rtdan bolla B harfini qildik. B harfini qildik. B dan. 4 dan deganim. 5. 5 dan nima? 5dan Olma chiqdi. 6 dan. 6dan 8 chiqdi bolla. 8 endi bo'lmaydi. Bo'laveradi. Hafta bo'laveradi. 8 chiqadi. 7 dan. Nima u? Kvadrat chiqdi. Kvadrat. Ichida nimadir bor ekan. Bolla ha, menimi sigadi bolla. Nima qilamiz endi? 8 dan. 8 dan nima chiqadi aytchi? 8dan bolla qorbobo chiqadi. Qorbobo. 9 danchi? Yo'q, shu yerda 9 dan. 9dan ayiqcha chiqadi. Ayiq. 10 danchi? Ondan odamchalar. Odamchalar chiqarkan ondan. Hayır. Melim ustiga kelib qoldi, lekin chizib bera olmadik. Bo'pti. Xafa bo'lmaysizlar. Maylim. Bo'pti, xayr. Hammaga xayr bolla.